O'g'lon, Ye dada, nega keldingiz? Havo sovuq bo'lsa kasal bo'lib qolasiz-ku. ha bugun nimagadir sen yopgan somsalardan yegim keldi. Ye. Dada, Hamida zo'r shashlik pishiradi. Olib kelib beraman, kelib o'tirib turavering unda. Yo'q, o'g'lon, men seni qo'lingdan taom yemoqchiman. Otajon, siz olib turing, men hozir choy ham olib kelaman, ha? Men qanday farzand bo'ldim-a? Otamga yuring, yaxshiroq joyda ovqatlantiray deya olmasam. Ey yasha o'g'lon, qo'llaring dard ko'rmasin. Biram maza qildim. Dada, men ham farzandman-da. Na bir sizni yaxshiroq joyga olib borib ovqatlantira olmasam, na bir ko'nglingizga yoqadigan yaxshiroq narsa olib bera olmasam, men ham yuribman-da ko'chada, farzandman deb ko'ksimni kerib. O'g'lom, bu nima degani? Sen ota-onaga xizmat qilish deganda faqat boy bo'lsamgina yaxshi xizmat qilaman deb o'ylaysan. Nega boylar bor? Ota-onasini holidan xabar olmaydigan, ota-onasiga to'rtta non ilinib olib kirmaydigan. Ota-onaga farzandidan qimmatbaho narsa emas, bitta non bo'lsa ham mehr bilan olib kirgani afzalligini bilmaysanmi?